Alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari, davramizni eng aziz insonlari, sharafli kasb sohiblari. Salomatlik marafonida sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta tadbirni ochib berish uchun so'z Yangiobod tumani hokimi o'rinbosari Azizbek aka Nishonovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli kasb xudoylari. Mana nuqtai nazarda biz ertalab shuni isboti bo'yicha, ijrosi bo'yicha shug'ullanishni boshlaymiz, yana davom ettiramiz. Jamiyatda sog'liqni saqlash yuzasidan tibbiy madaniyat shakllanadi. Bu degan narsa ikkinchisi siz kasallikka dorilarga chidamli bo'lgan turning mavjudligi. Anqaramizda. Havas qiling. Kasalligi dorilarga chidamli bo'lgan turdan boshqa odamga yutsa, uning davolash necha marta qiyin bo'ladi. Bu uchun ham ayni quvvat maqsad bitta. Ishlangan apparaturadan berilgan menfaatni yapib Demak, maqsadni esimizdan chiqarmaymiz. Salomatlik marafonida aholiga xizmat ko'rsatishga tayyor turibsizlar. Demak, aholiga xizmat ko'rsatishni boshlovchilardan qarab turishibdi. Rahmat sizlarga e'tibor. Yoshlar orasida ko'p tarqalgan energetik ichimliklar bular odam organizmida qasd kasalliklarga olib keladigan bundan ham iloji boricha kamdan kam xodimlar isrof qilish kerak.